Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Mən hazır Şivsiyanın paytaxtı Stockholmdakı Xitay elçixanasının aldıda naq meydandan xəbər verib atımə. Bugün 1 oktyabr Xitayның dövlət bayramı münasibəti bilən Şivsiyadakı Uyğur Maarif uyuşmasının təşkilləşi bilən Şivsiyadakı Uyğur cəmiyyəti Xitay konsulxanasının aldıda Xitayğa narazılıq namayış elib barmaqçı. Tövəndə narazılıq namayışının diqqətinizə təfsilatı olsun. Yiroq kelgan namoyish ahli qimmatli vaqtingizni ajratib Xitoyning 1949-yili vatanimizni qurol kuchi orqali besib olganligiga qarshi va shu harom g'albisini bugun tantana qilishiga qarshi qimmatli vaqtingizni ajratib norozilik bildirish uchun mishaga kelganligingizdan Alloh rozi bo'lsin. Her bir qadamingizga Cenab-ı Allah qiyomat kuni hasilab ajr ato qilsin. Bizning bu qarshilik harakatimiz toki vatanimiz ozod bo'lganga qadar, Sharqi Turkistonliklarning dumbisi oftob ko'rganga qadar, Sharqi Turkiston tuprog'ida shu muborak oy yulduzlik ko'k bayrog'imiz lapildaganga qadar, Sharqi Turkistondan Xitoyning mustamlik askarlari tajovuzchi, faşist askarlar taltukis chiqib ketganga qadar Xitoyning ideologiyasi, kommunizm e'tiqodi, viruslari xalqimizning ideologiyasidan tozalanganga qadar bu da'vo davomlashadi. Dunyo mushundaq bo'ldigan ishken birisi birini besib elinganlik qarshilik bildirib, inqilob qilib, haq nahaqning arasını ayırıp aşkarı qilib turadigan mushundaq da'vo qildigan bir zamanken, buningdan 60-70 yil ilgari Xitoylarni Yaponiya besib olgan vaqtida Xitoylarni bizga o'xshash vaqirgan, bizga o'xshash qonliq, qurolliq qarshilik bildirgan, Yaponliklarni bularni terrorist degan, bular bizning harakatimiz qonunliq harakat degan, mana biz bugun Xitoyning Sharq Turkistonni besib olganligiga qarshi o'zimizning qonunliq qarshilik bildirish harakatimizni Xitoy elchixonasining oldida namoyon qilish uchun yig'ildik. Bugungi namoyishimizning sababi hammalarga aniq u bo'lsa-mu, 1949-yili vatanimiz Sharqi Turkistonning Xitoyning qo'lida vayron bo'lganligiga motam tutmoqchi. Ammo bu elchixonaning ichidagi Xitoyning ichidagi faşistlar shu qozongan harom g'albinlarni tantana qilib, ichidiganlarni ichib, chekidiganlarni chekib, musiqalarni qo'yib tantana qildigan bir kun. Bu kun Xitoylar uchun tantana qildigan kun, ammo biz uchun motam kuni. Shuning uchun biz ruhimiz ko'tarangi haqdorlik tuyg'usi bilan Xitoy elchixonasining oldida oz bo'lsaqmi, mushaga kelib, hozir ruhi o'lib ketgan mavtalarimizga, Uyg'ur mavtalarimizga ruhi o'lib ketgan, namoyish qilinmagan mavtalarimizga vakillik qilib, ruhlarini yerga tiklab qo'yib namoyish qilyapmiz. Allah Uyg'ur xalqining o'lib ketgan ruhini qaytarib bersin, ruhini tirildirib bersin. Uyg'urning ruhi kuchaysin. Uyg'urning ruhi kuchaymay turib, Uyg'urning ruhi o'ziga jasadiga qaytmay turib, bu vatan ozod bo'lmaydi. Allah mushu ruhi chiqib ketgan barliq Uyg'urlarga ruhini qaytarib bersin. Qo'rquv viruslari qoplab olgan Uyg'urlarning nervisidan qo'rquv ibaret bu ruhi kasalliklarni ko'tarib olsin. Xitoy elchixonasining oldida meydasini kerib, men sana qarshi vatan mening, vatanimdan chiqib ket degandek haqdorlik shuarini biz bilan birga dast turib to'lig'ila nasib qilsin. Shvetsiya Uyg'ur Maarif uyushmasi 1 milliardga yaqin Xitoy xalqini mustabid tuzum ostida besib olgan Xitoy kommunist alvastillarga atab yazgan
bayonnamasi va bu bayonnamani Nijat Turg'un qarindishim Şivis tilda, Uyg'ur tilda o'qib bitdi. Eningdan keyin biz bu bayonnamani lipapaga selib, hammamizning imzosini qo'yib, bir muxbir, ikki vakil Xitoy elchixonasining ishga oldiga berib, xat sanduqiga etib kelamiz. Uningdan keyin namoyishimiz davomlashadi. Anda qo'sa Nijat Turg'un qarindishim, marhamat. Uttalade till kinesiska ambassaden. Den 1 oktober är en sorgens dag. Varje år den 1 oktober firar kinesiska ockupationen sin nationaldag. Den 1949, 1 oktober grundades Folkrepublik Kina medan Östturkestan annekterades och blev ett ockupationsområde av diktatur Kina. Det är precis för 65 år sedan nu. För 65 år sedan tillkännagav Mao Zedong självständighet av Kina på Himmelska fredens torget och kommunistpartiet tog över makten i Kina. Efter annektering av Kina döptes Östturkestan om till Xinjiang, vilket betyder det nya territoriet. Sedan dess levde Östturkestans befolkning under den kinesiska kommunistpartiets totalitära styre med den ena blodiga politiska rörelsen efter den andra som syftar till att ta bort alla religioner samt olika tänkande folk. Totalt cirka 80 miljoner människor har förlorat sina liv. Vi glömmer aldrig detta blodiga händelserna. Vad ska diktatoriskt land Kina fira? Ska de fira sina kriminella aktiviteter i eliminering av kontrarevolutionära mellan 1950 till 53 i antihögerrörelse i 1957 eller i kulturrevolutionen mellan 1966 till 1976 i massaker i Himmelens fredens torg 1989 eller Gulja-massaker 1997 och eller Urumqi-massaker i 2009 eller Jerka-massaker i 2014. Det är dags att fråga om den kinesiska kommunistregimens brott mot de mänskliga rättigheter i Östturkestan. Därför samlas vi här för att meddela kinesiska diktaturen om att allt vi vill, vad vi vill ha egentligen, framförallt vad vill alla befolkningen av Östturkestan. Ja, mina vänner, vi vill ha självständighet, frihet som alla befolkningar har rätt till i världen. I principen alla typer av motstånd för frihet och oberoende är inte terrorismen, men kinesiska ockupationen stämplar all motstånd som terrorverksamhet och terrorister. Vi vill fråga kinesiska regimen idag genom den här ambassaden, vem eller vilka är terrorister? Den diktaturregimen som ockuperade Östturkestan eller den befolkning som kämpar för att få tillbaka sina rättigheter och frihet samt sin förlorade land i Östturkestan. Vi vill meddela kinesiska diktaturregimen om att Östturkestan aldrig har varit en del av Kina, ska inte bli det i framtiden. Östturkestan kommer att få sin självständighet även om Kina vill eller inte. Tänk inte att vi kommer att tigga om vår självständighet från Kina, utan vi tar tillbaka friheten genom att offra våra egendomar och våra liv. Vi är beredda att ge allt vi har för att ta tillbaka Östturkestan. Hör ni kinesiska representanter och för vidare detta meddelande till kinesiska ledningen i Peking. Ni säger er Kina främjar förrådande fred i världen. I verkligheten förstör ni fred i världen genom att ha fortsatt ockupationen i Östturkestan. Vi ser nu i slutet av kinesiska totalitära regering. Ni styr Östturkestan med järnhand och ni förtrycker och dödar oskyldiga befolkningar. Det blod och liv som ni har orsakat i Östturkestan kommer att svepa er i hämnd. Var klok nu
och lämna Östtürkestan omedelbart. Vår kamp till frihet fortsätter tills Östtürkestan blir självständig. Kampen fortsätter. Befria Östtürkestan. Kampen fortsätter. Länge leva Östtürkestan. Kina gut ur Östtürkestan! Kina gut ur Östtürkestan! Kina gut ur Östtürkestan! Idag är det nationaldag till kineser. Men sörjedag till östtürkestanier. Assalomu alaykum. Siz 200 kilometr jiroqlikdan bu namoyish uchun Ataydan keldingiz. Hamda bugungi Xitoyning Sharq Turkistonning besiga 65 yillik tajovuzlik qarta bu yerda qarshilik namoyish qilyapti. Sizning bu namoyish qarta ta'siriyotingiz qanday? Hamda bu namoyishlar har yili bo'lyapti. Har 7-oyning 5-i, 10-oyning 1-i, bu 10-oyning 1-i hamda bizga Xitoyga nisbatan, davlat ichiga nisbatan bir xo'jalik bo'lgan bilan bizga nisbatan bir qora kun, qayg'uli bir kun hisoblanadi. Biz ham 200 kilometr Iroqdan keldik, biz Iroqdan keldik deb minnat qilmaymiz. Hamda vatanning ichida mayli sirtida bo'lsin. Har xil harakatlar bo'lyapti ozodligimiz uchun, erkinligimiz uchun. Hamda meni o'ylaydiganim bu namoyishlar qachon bizning vatanimiz ozod bo'lguncha hargiz to'xtab qolmaydi deb o'ylayman. Hamda menimcha butun Yevropaning hamma ellarida namoyishlar bo'lyapti. Ham Hong Kongda namoyishlar bo'lyapti. Bu yaxshi kunga o'dil keldi. U Hong Kongdagi namoyish bilan bizning bu namoyishlar cho'qim medialarda so'zildi. Hamda ta'siriyotim bugungi namoyish nihoyat yaxshi bo'ldi. Ham shunday namoyishlarning doim elib berilishini umid qilaman. Rahmat. Hammalarga ma'lum bo'lgandek bugun Xitoy kommunist hukumatining davlati qurilganlik davlat bayrami kuni. Ammo Sharq Turkistonliklarga, Tibetlarga, Ishkir Mo'ng'ullardagi mustamlika qilingan qarindoshlarga nisbatan motam kuni. Biz Uyg'urlarga motam kuni. Endi bu bayramni vatanda Uyg'ur xalqimizga majbur holatda tabrikligini selib, o'zininki Sharq Turkiston davlat kunini, Cumhuriyet kunini unutuldirib ketib beryapti. Bugun shu Sharq Turkistonliklarga motam kuni ekanligini Shveys xalqiga, dunyoga barliq Uyg'ur o'smirlarga yetkazish uchun bu yerga namoyish uchun keldik. Namoyish qiluvchilar nomidan 3 betlik Shveys tilida, Uyg'ur tilida baya uch xat yozgan bu xat Xitoy elchixonasiga topshirildi. İnşallah Xitoy elchixonasi buni o'qib, analiz qilib, o'zining xo'jayinlariga Beijingga yetkazishi mumkin. Misha namoyish qatnashgan barliq qarindoshlar uch xatga imzosini qo'ydi. Bugungi namoyishninki vaqti ish kuniga udul kelib qolganligi uchun odamlar oz bo'lsa-mu, odamlarimizningki kayfiyati yuqori ruhiy ko'taringan holatda qizg'in bir namoyish qildik. Allah mushundaq maydonlarda bu namoyishga kelmagan qarindoshlarni yana bir namoyishlarda biz bilan birga bo'g'ilib nasib qilsin. Amin. Kina gut ur Östtürkestan! Kina gut ur Östtürkestan! Allahu subhanahu wa ta'ala hammalarni kimshaga qilgan haq qarinlarga Allah subhanahu wa ta'ala yaxshilik ato qilsin inshaalloh. Gunohlarni kechirib va nasihatlar bersin Allah subhanahu wa ta'ala. Hammalarga o'zlarini qilmoq vaqtini chiqarib yani işlerini taşlamış şeyi istemesin yok karşın şeyi vaqtini açıp kaldığını Allah subhanahu wa ta'ala bu kılgan hizmetlerinin ki hem bu vaqtini Allah subhanahu wa ta'ala bereket atar inşallah. Amin. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala nebiyye ba'de ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Ya Allah bizlerin ki böyle kılgan amel ibadetimizi kılgını ya Allah. Ya Allah biz Zülhicce ayının ki evvel 10 ulu külleri işe turup seninki
düşmanın ve bizden bütünlüğü olan Xitay'a karşı biz avazını tutup biz şeyde üzümüzdeki, kurumuzdaki tırsalarını kıldık ya Allah. Kalsıga sen bununki bu bizlerinki arkamız sen bağ ya Allah. Ya Allah bizlere garip ümmetki sana rahmet kılığını ya Allah. Ya Allah bizlerine sen doğru yoldan anlatmağını ya Allah. Doğru hizmetlerini bizden anlatmağını ya Allah. Ya Allah bizlerine sen yardım atakılığını ya Allah. Ya Allah bizlerin aramızda şehit oğullarınki şehitlerine kabul kılığını ya Allah. Ya Allah bizlerine cüret atakılığını ya Allah. Şu yaxşı işlerini kılgan kişilerinki kademeden mağul nasip kılığını ya Allah. Ya Allah bizlerine hak doğru yoldan anlatmağını ya Allah. Ya Allah sen yaxşı görülen amel baatlarını anlatmağını ya Allah. Ya Allah sana peygamberin ve seninki sahabilerin, peygamberin ve sahabilerin mağul yollar mağul nasip kılığını ya Allah. Ya Allah bizim bilip bilmek kısa ve hatalıklı mesela küçük kılığını ya Allah. Ya Allah bizim kısa ve hatalıklı mesela küçük kılığını ya Allah. Ya Allah bizlere sen rahmet kılığını ya Allah. Ya Allah sen bu ümmette sen rahmet kılığını ya Allah. Bu millete sen rahmet kılığını ya Allah. Ya Allah bu milletten senden başka dayanıcısı yok ya Allah. Senden başka ilgisi yok ya Allah. Senden başka yardımcısı yok ya Allah. Ya Allah sen bize gayri bana kılgan dualarını sen kabul kılığını ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar ya erhamer rahimin. Amin. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Biz hazır Xitay konsulxanasının aldığındakı namayişlərini axırlaşdırdıq. Bu proqramını kögünənlərə köpdən köp rəhmət. Allah razı olsun.